Barcha bo'lajak ota-onalar uchun eng qiziqarli va intiqib kutilgan jarayonlardan biri bu homilaning ilk yurak urishini eshitishdir. Homila taxminan 6 hafta bo'lganda ilk marotaba uning yuragi ura boshlaydi. Normada 6 haftalik homilada yurak urish zarbi homilador ayolning, ya'ni onaning yurak urish zarbiga juda ham yaqin bo'ladi. Daqiqasiga 80 zarbdan 100 zarbgacha kuzatilishi mumkin. Shu vaqtdan boshlab birinchi oyda homilaning yurak urishi kuniga 3 marotaba tezlashib boradi. Homilaning yurak urishi davom etar ekan, uning tushish xavfi kamayadi va aksincha rivojlanayotganidan, yaxshi o'sayotganidan dalolat beradi. Ammo shunday holatlar kuzatiladiki, homilaning yurak urishi bir kundan 3 kungacha to'xtab qolishi ham mumkin. Agar homilaning yurak urishi 3 kundan ko'p vaqt mobaynida to'xtab qolsa, bu homilaning o'sish jarayonidan to'xtaganligidan dalolat beradi. 9-haftaga kelib, homilaning yurak urish zarbi daqiqasiga 175 marotibagacha kuzatilishi mumkin va shu haftadan boshlab keyingi haftalar mobaynida asta-sekinlik bilan pasayib boshlaydi. Go'zal opa-singillarim, sizlar ilk marotaba homilangizni yurak urishini eshitganingizda qalbingizdan, yuragingizdan qanday hissiyotlar o'tkazganligini albatta izohlarda qoldiring.